to'xtalmoqchi bo'lgan tema islomning yuqumli kasallar qarta ko'rsatmasi degan tema ostida bo'ladi. Uchinchidan, kasalni boshqalarga yuqtirib qo'yish. Bir odam yuqumli kasallikka giribtor bo'lgan bo'lsa, yoki uning alomatlari, belgilari o'zi ko'ringan bo'lsa, kasalni boshqalarga yuqtirib qo'yish. Yoki kasalni davolashga urinmay, yushirib, hech kimga bildirmay, ko'chada aylanib yurib, yoki sirtqa chiqib yurib, boshqalarga tortib o'tish, yoki tarqitib o'tish bu og'ir jinoyatdir. Dinimizda kasalning davolanishi uchun sabab chora qilish talab qilindi. Yuqorida deganimizdek. Kasal bo'lib qolsang davolaninglar. Bugun Alloh saqlasin. Kasal kelsa boy kambag'al demaydi. Rais yoki fuqaromi demaydi. Sultan yoki gadoymi demaydi. Musulmon yoki kofirmi deb ayirmaydi. Er yoki ayolmi deb ayirmaydi. Kasal kelsa kidudi. Dünyanın köplüğe yerlerde kel. Türkiye'de mi bir bölük qarindoshlarimiz bor. Allah saqlasin deb dua qilamiz, amalloq tilaymiz. Hukumatning ko'rsatgan ta'limoti bo'yicha ish qilamiz. Dinimizning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilamiz. Doktorlarning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilamiz. Ammo birasimizdan beshiga kelib qolsa, qana qilamiz? Hech kimga demay o'chirib yetib olamdik. O'chirib yetavasi davolaninglar degan bu hadisning hukmi xilof ish qilgan bo'lmadi. Yetavagan taqdirda sirtqi ehtiyoj tushib, uni buni og'in chiqib, dukkandorlarga yoki ko'chadagi odamlarga kasalning yuqishi sabab bo'lsa jinoyatchi, gunohkor bo'lmadi. Chunki qaysi birimizda bir alomat bo'lib qolsa, doktorxonaga boraylik. Yoki hukumat organlariga borib davolanaylik. Bu dinimizdeki buyruq. Dinimizden ko'rsatmasi. Hicil olgan iş emas, takdir. Takdirga imanımız olib qolsa, buni qilishimiz lazım. Şu dinimizde kasalning davolanishi talab qilindi. Agar bir odam kasal bo'lib qolib, davolanish imkoni turib davolanmay qolib qolsa, gunohkor bo'lamiz, gunohkor bo'ladi. Çünkü dinimiz tadavudi, davolaninglar. Saqliqlarni asranglar. Shuningdek bir kishi kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zining yuqumlanganligini bilib turib, munosabatlik o'rinlarga yoki hukumat xabar qilmay, bularni Turkiyadek bir yerda yuqumli kasalning boshqalarga tarqalib ketishiga sabab bo'lsa, yoki atrofidagi yoki o'zining balchaqalari, urug' tuqqanlariga bu kasalning tarqalib sabab bo'lsa, bu odam shariatning nazarda gunohkor va jinoyatchi hisoblanadi. Shuning bu masalaga hammamiz diqqat bilan, ehtiyot bilan muomala qilaylik. Boshqa bir qarindoshimiz ziyon solishdan qattiq ehtiyot qilaylik. Shunga yuqumli xarakterdagi bu kasalning boshqalarga tarqab ketmaslik uchun boshqa kishilarga aralashmaslik, ko'chalarga chiqmaslik, hozir hukumatning ko'rsatmasi bo'yicha uydan taloqqa chiqmaslik, bozor uni buni ag'ramay chiqmaslik, bu shariatning buyrug'i, hukumatning buyrug'i bo'lsa ilgari bu shariatning buyrug'idir. Chunki sirtqa chiqib shariatning buyrug'i bo'ysunmay yoki sog'liq organlarining ko'rsatmalariga bo'ysunmay sir chiqib boshqalar kasalni yuqtirish harommiz, harom qilmishdir. Harom jinoyatdir. Shu vabo yuz bergan mezgilda bugunga o'xshash vabo yuz bergan bu mezgillarda bu kasalning oldini olishga urinmaslik yoki ehtiyot qilmaslik, men taqdirga shunday odamda xato tushunib sabab chorasi qilmaslik, bu şu adamның özünü yoki boshqalarni halokatga ittirmek demektir. Başkalarının halak bo'lishiga sabab bo'lish demektir. Halbuki Qur'on-i Karim bizga "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka" o'zinglarni halok qilmanglar. O'rinsiz o'zinglarning halok bo'lishiga tukshak berish sabab bo'lmanglar.
Yani Peygamberimiz la zarar ve la dirar. Bir insanın özüge ziyan yetkizishme hakkı yok. Beden mening degan diyemmeyi. Doğru beden onu. Lekin beden Allah tarafından insan topşirilgan bir amanet. Bu amanetni egisi olgan Allah Taala algan kadar onu asrash, onu qo'g'dash, onun haqqini berish insonning ustidagi mas'uliyatdir. Shuning uchun inson dinimizda men bu hayotda voz kechdim deb o'zini o'tirib olmaydi. O'ziga ziyon selish haqqi yo'q. Hem shundaqla Xitoylarga o'xshash va bir qism odamiylikdan chetnagan maxluqlarga o'xshash kasalni tukurish yoki bir narsa tutib qo'yish orqali boshqalarga yuqtirishmi, u haqqi yo'q. Bu o'ziga ziyon selish yoki boshqalarga ziyon selishmi dinimizda og'ir jinoyat hisoblanadi. Buning qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Dördüncüden karantan geliş. Bu İslam'ın körsetmesi. Bir adam özü yuqumluq kasalning paydo bo'lganligini yoki uni alomatlarining paydo bo'lganligini his qilgan bo'lsa, o'zini uyda karantinga olsin. Agar sal gumonlanib qolib qolsa, atrofidagi odamlarga shuqib qolmaslik uchun hukumat belgilagan o'rinlarda karantin qilishi bu dinimizdeki körsetmesi. Dinimizdeki buyruk. İslam dini 1400 yıl burun yuqumli xarakterdeki kasallar yoki vabo kasaliga yo'liqqan odamlarni karantin qilish, ya'ni ularni saq kishilarga aralashtirmaslik to'g'risida aniq bizga hujjat tushgan. Payg'ambarimiz bu to'g'risida bunday deydi. Agar sizlar yashayotgan bir yurtda vabo kasali yuz bergan bo'lsa, u yurtdan sizlar boshqa yerga chiqib ketmanglar. O'zimizning hayotni saqlab qolamizda boshqa yerga qochmanglar. Balkim sizlar orqali boshqa sog'lom bo'lgan yurtdagi odamlar vaboga yo'liqishi mumkin. Kasal bo'lishi mumkin. Xitoylar o'zining jonini qo'g'dashni maqsad qilib dunyoning taraflari bilan qechish orqali dunyoga kasalni taqatdi. Dunyoga vabo, balay musibatni ekkan. Dinimiz shuning uchun sabr qilinglar. Ajal belgilandi sizlarga. O'lim nega borsangiz keladi. Qechib qutulolmaysiz o'limdan. Shu sizlar yashayotgan yurtda, sizlar yashayotgan shaharda yuqumliq vabo kasal taqilgan bo'lsa, qechib ketimiz deb boshqa yerga chiqmanglar. Agar boshqa bir davlatda yoki boshqa bir shaharda vabo kasal tarqab ketgan bo'lsa, sizlar uyga berib o'zinglarni halok qilmanglar. Peygamberimiz yani bu karantinga elish meselesine yo'lliq ekanligini ta'kidlab, kasallarni yani yuqumli xarakterdagi kasallarni sog'lomlarga qo'shishga yoki bir yerga ekilib qo'yishga bo'lmaydi. Bu hadisga asosan yuqumli kasalligiga giribtor bo'lgan yoki bugungi kunlikda Xitoy virusining alomati o'zida his qilingan qaysi bir musulmonning boshqalarga oralishishi, ko'chaga chiqishi bu shariat nuqtasidan cheklanamiz, qat'iy cheklanamiz. Buna yo'l qaysi etse, bu nima ish qildi desa, hukumat o'rinlariga ya doktorxonalarga berib davolanishi, o'zini bildirishi, u orqali o'zini ve başkalarını bu vabadan qutqilishi onun imani mecburiyetidir. 5. Öyden çıkmaslık. Vaba tarqıgan mezgillerde öyden çıkmaslık yoki o'z yashayotgan shahardan chiqmaslik bu mu shariatninki yo'l yo'riq. Turkiya misolga olsak, İstanbul'dakilerin İstanbul'dan sırtıga chiqishga bo'lmaydi. Shahar atlab chiqishga bo'lmaydi. Dinimiz bunu o'tirib qo'yganmiz, o'tirib qo'ygan.
Yani hükümet uyanıdan çıkmalı özalını asıraş için dedi. Dinimiz bunu mu oturup koyganımız oturup koygan. Yuqumluq vaba kesil yüz bergen vaqtida sabır qilib uydan chiqmaslik yoki o'zi yashayotgan shahardan bosh shahar chiqmaslik bu dinimizning buyrug'idir. Hem sabır qilgan odam shehidning ajrini beradigan yuksak bir amaldir. Ya sabırdan kelib chiq, nimaga sabır qildi? Uyda o'tirishga sabır qilish bo'lmas. İnsandan talaq çıkısı geliyordu. Sırtdan ki havasını ağız geliyordu. Tonuş bilişleri bilen küreş kıs geliyordu. Her türlü sebepler çıkısı geliyordu. Uyda otaraştı. Sabır talep kıldı. Kisel olup kalgan bolsa Allah savap berdi o dep otaraş umu. Ecri var, savaplık işte. Peygamberimiz bu doğrusunda şundak deydi. Bir yurtta vaba yüz bergen bolsa bu adam uyida sabır qilib o'tdasa, yani sırtı kögüs kep ketmey, çıqqıs kep ketmey, baka aylanı qısım kep ketmey, yak dukkini olgan bolsa açanmay qaldım deb hasrat çekmey, baba mezgilde uyda o'tdagan bolsa sabır qilib. Bu Allah'ın takdiri iradesi iken Allah irad qilib juqdi, Allah irad qilib juqmaydi deb savab talab qilib uyda o'tdasa, bu adamga shehidning ajr berildi deydi. Yana bir hadis sharifda İmam Buxoriyning yana bir hadis sharifida Hazrat Ayşe Peygamberimizden vaba to'g'riliq savol so'raydi. Peygamberimiz buna cevap verip vaba Allah Teala xaligan bandalarga avatadigan Allah'ın azabıdır. Lekin vaba musulmonlar juqib qalsa ular uchun rahmatdir. Rahmatdir degani yani musulmon yuqumliq vaba kesili bilan o'lib ketib qolsa shehidning ajrida shehid bo'lib ketadi dedi. Shehid bo'ladi dedi. Peygamberimiz sözünü davamlaştırıp bir yurtta vaba yüz bergen bolsa şu yurtdagi adam o'zininki yurtida yoki shaharda sabr qilib Allah taqdir qilgan bolsa yuqumlarimiz Allah taqdir qilmagan yuqumlanmaymiz deb ehtiyot qilib sabab chorasini qilib kasal odamlarga aralashmay kasal muhitga bormay o'zi sabr qilib o'tdasa bu odamma o'zini ayab qolganligi atrofidagi odamlarni asrab qolganligi va boshqalarga vaboning tarqab ketmasligiga yoki o'zi yuqtirib olmas harakat qilganligi uchun shehidning ajriga erishgan bo'ladi degan. Oltinchidan yuqorqi sababcharlar bilan birlikda yuqorqisami sababchar esse sababchar yuqorqi masalalarning ko'pincha bugungi hukumatlar yoki sahiya organlar yoki doktorlar ta'kidlamoqda. Bu sababcharlar bilan birlikda tavba qilish, istig'for aytish, Allah yalvarib duo qilish, sadaqa va xayri ihson amallarni ko'p qilish, muhtojlarning beshini siylash, qiyinchilik bolaninki holidan xabar olishdan iborat bu qalbiy va ruhoniy dorilarning kasalning oldini olishda alohida unumi bormiz unumi. Peygamberimiz bu vabani azob dedi. Bizning mas'uliyatsizligimiz sababidan biz kelib qolmag'ay bu azob. Bizning o'rinligimizdan biz kelib qolmag'ay. Bizning gunohimiz sababidan biz kelib qolmag'ay. Bizning osiyligimiz sababidan biz kelib qolmag'ay. Shuni duo qilib olaylik. Tavba qilib olaylik. Günahlarımız olgan bolsa mağfiret dileylik. Köz aldığımızda
xabarlar ko'ryapmiz. Bu kasal cho'ng kichik demaydi. O'limni aslaydi. Ahiret qanday ketadiganligimizni o'ylaydi. Shu o'zimizdan tonib olishdan bir fursat. G'afillikdan uyg'onishdan bir fursat. Mas'uliyatni his qilishdan bir fursat qarindoshlar. Shuning uchun buni ruhoniy do'radi. Qalbiy do'radi. Biz duo qilgan vaqtida, tavba istig'for qilgan vaqtida, o'zimizni tuzatgan vaqtida, gunoh ma'siyatlardan o'zimizni bosh qo'ygan vaqtimizda Allohning rahmatiga erishib qolsak ajbimiz. Allohning rahmatiga yaxshi odamlar erishadi. Azob kim bo'lsa, osiylarga, fosiqlarga, gunohkorlarga bo'ladi. Şuna bu fursatni g'animat beraylik. Duo qilgan vaqtimizda nima foyda qildi demaylik. Sadaqa bersak nima foydasi bor demaylik. Ruhimizni kuchlantiraylik. Bizning qilgan duolarimiz va yaxshi amallarimiz ya Allohning azobini yo'qtidi, ya'ni azobning oldini oladi, yoki bo'lmag'anmiz u azobningki ta'sirini azaytadi. Peygamberimiz bir qanchilgan hadislarda bir qancha turlik salbiy illatlarni amalliq tilagan. Musulmonda bo'lmaslik tegishlik bir qancha turlik passiv ishlarni amalliq tilaydi. Ba'zilaridan har kuni degidek amalliq tilaydi. Biz bu ishlarning qanchasini amalliq tilayapmiz? Peygamberimiz amalliq tilagan bu kasallar yoki bu illatlardan bizda qanchasi bor? Buna bir qarab bakaylik. Peygamberimiz küfürlükten amalliq tilaydi. Şirik işlardan amalliq tilaydi. Allah'a şirik keltirishdan. Xudoga shukr bugün butni şirik keltirmaymiz. Ammo falsafa bilan şirik keltiradigan ahvollardan ba'zi insonlar yoki ba'zi musulmonlar xoli emas bo'lsa kerak. Bu diqqat qiladigan nuqtalardan birisi. Yani bu deganlik falsafani inkor qilganlik emas. Yani İslam'ın aqidasiga zid bo'lgan falsafalarni o'tirib ko'tarib chiqish bu aqidaga zid Alloh shirk keltirganlik. Fasiqlikdan amalliq tilaydi. Bizde fasiqlik bormi yo'q? Menda fasiqlik bormi yo'q? To'xtamay buni tekshirishimiz muhtoj. O'zimizdan hisob olishga muhtoj. Peygamberimiz baxtsiz bo'lib qolishdan amalliq tilaydi. Munofiqlikdan amalliq tilaydi. Afsuski bugungi ba'zi kishilar Xitoyga josuslik qilishlar faqirlan. Do'zax ko'yishga roziga, ammo o'zini aldab yuradi. Musulmon qarindoshlarini chaqib qo'ydi. Ozg'unlikdan amalliq tilaydi. Riyoxo'rlikdan amalliq tilaydi. Nom shuhrat qo'g'ilishdan amalliq tilaydi. Qo'ldan ish kelmay abga bo'lib qolish yoki ojiz bo'lib qolish amalliq tilaydi. Bilimsizlikten, nadallıktan, dörtlükten amalliq tilaydi. Biz qanchasi bor buni? O'rinliqdan amalliq tilaydi. Jur'atsizlik ya qo'rqinchoqlikdan amalliq tilaydi. Bixillikdan amalliq tilaydi. Bag'irtoshlikdan amalliq tilaydi. G'ofillik, g'aflat tushib qolishdan amalliq tilaydi. Kambag'allikdan amalliq tilaydi. Nachar axloqlarni singdirib olishdan amalliq tilaydi. Zulümga has qo'shab qolishdan yoki zulm qilib qolishdan amalliq tilaydi. Hasadxo'rlikdan amalliq tilaydi. Xor holat tushib qolishdan amalliq tilaydi. Bichora bo'lib qolishdan amalliq tilaydi. Saron bo'lib qolishdan amalliq tilaydi. Oq kasallik yo'liqishdan amalliq tilaydi. Maxov kasaliga yoki juzam deymiz. Buni yo'liqib qolishdan bu yuqumli kasal amalliq tilaydi. Va shundaqlam bugun qo'shib vabo xarakterdagi yoki vabo xarakterda olmasam asan saqaymaydigan, ko'p jafo bo'ladigan, ko'p aziyat bo'ladigan kasallardan amalliq tilaydi. Qarzlar bo'lib qolishdan amalliq tilaydi. Boshqalarning bo'zaq qilishi uchrab qolishdan amalliq tilaydi. Alloh bergan ne'matning qo'ldan ketib qolishidan amalliq tilaydi. Xotirjamlikdan xotirjamsizlikka bugungidek
Xotirjamlikdan xotirjamsizlik aylanib ketishdan ya o'zgarib amallik tilaydi. Azapdan bugünkidek 3 tut kelishidan amallik tilaydi. Allah'ın g'azabi kelishidan amallik tilaydi. Balay musibatdan amallik tilaydi. Yaman kunun kelishidan amallik tilaydi. Ve düşmanninki mesxirisiga bugungi o'xshash bizdek mahkumlik, mustamlika tushib qolishdan bundan amallik tilaydi. Biz dualarimiz bundan qaysidan amallik tilayapmiz? Qanchasiga amal qilyapmiz? Qaysi illat bo'lgan bo'lsa, undan qutulishga harakat qilyapmiz? Har birimiz o'ylash tegishli bir masala. Demek biz dua qilgan vaqtida bizde bir ruhiy o'zgarish bo'lishi lozim. Bizde bir ruhiy ustunlik paydo bo'lishi lozim. Bu dua qilgan vaqt inson o'zini Allohning himoyasida, Allohning qo'rg'inida deb his qilgan bir tuyg'u kelishi lozim. Bu xil tuyg'u kelgan vaqtida bu ruhiy davolash yoki ruhiy hal qilish choralari bu muhim o'rin turadi. Bu xil turdagi dua orqali o'zini Allohning qo'rg'ini elish, shaytonning qo'rg'inidan o'zini qochirishdan iborat bu ruhiy davolashga men saq inson bo'lsin yo kasal inson bo'lsin muhtoj bo'lamiz, muhtoj bo'ladi. Chunki ruhiy dorilar insonning psixikasini va iymonini kuchaytiradi. Biz doktorlar yasagan bu dorilarni erishishdan burun o'zimizda biz psixika sog'lomligini qo'lga keltirishga va Allohninki shifo beradiganligiga qarata ishonchimizni oshirishga muhtoj. Payg'ambarimiz duo qilsanglar, ishonch bilan duo qilinglar. Gumon bilan duo qilmanglar. Biz ruhiy holatimiz ustun bo'lgan vaqtida bu doktorlar yasab chiqqan dorilar enin kaynidan uni moslashib unum berdi. Şuna ruhiy davolashninki unumi hissiy davolashdan qilishmaydi. Ruhiy davolashning unumi hissiy davolashdan qilishmaydi. Agar ruhiy davolash bilan hissiy davolash ikkisi birlashib qolsa, bu vaqt davolash taxmin tiz unumur. Agar bir odamni umidsizlik qaplab ketgan bo'lsa, yoki ishonchini yo'qotgan bo'lsa, yoki shifo tepishdan umidini uzgan bo'lsa, bu odamga dorininki foyda qilishi natayin. 7-ci çaresi İslam yolu qo'ygan yuqumli kasallarning oldini olishning chorasi sadaqa qilib turish. Balkim ba'zilar so'rashi mumkin, bu sadaqa zakotninki xayriya ihsondan nima aloqasi? Bu sadaqa xayriya ihson insonlarni qiyinchilikdan himoya qiladigan, kambag'alni himoya qilishga ilgari bakrak, boylarni himoya qiladigan, baloy musibatlardan qo'g'daydigan, sağlık ve xotirjamlik elib keladigan o'tkir quroldir. Bu Allah'ın büyük bir nimetidir. Xotirjamlikning bir belgisi. Rizqning taximi ko'plab kelishining, qilgan ishlar yoki tijoratning barkat tepishiningki yo'lidir qarindoshlar. Chunki Payg'ambar alayhisalom eg'ir darajalik bir ansizlik yüz bergan vaqtida darhol musulmonlarni duo qilishga va xayriy ihson qilib Allohning azobidan kelib qolishning oldini olishga buyurgan. Payg'ambarimiz bir hadis sharif shunday deydi: agar sizlar bir ansizlikni ko'rsanglar, bu hadis oyning tutilishi va kunning tutilishi to'g'risida kelgan bir hadis. İnsanning imkoniyati yo'q bir ansizlik. Eğer Allah azap qilib qolib qolsa, inson buni hech qanday bir chora topolmaydi. Buna qiyosan hozir insonlar texnik davrda o'tgan, uchur davrida o'tgan, taraqqiyotning eng yuksak pallasida o'tgan bugun bu kunlarda virus, ko'z ko'rmaydigan bir virusning dorisinimi bir qancha aynasi topolmaydi. Bir qancha aynasi buni ishlab chiqarolmaydi. Demek insanların neçe vaqt tutgan yolunun to'g'ri emasligini ko'rsatadi. Bir asr mobaynida dunyodagi har turli sistemlarning insonni markaz qilmay, insonning manfaatini asos qilmay, boshqa bir narsani asos qilganligini bugungi dunyo sistemasi aynan bizga ko'rsatib qo'yapti.
Şu Peygamberimiz dedi ki, eğer sizler bir ensizlikni his qilsanglar, derhal Allah'a dua qilinglar. Bu musibetning, balay musibetning ki sizler kep qilishni omonlik tilanglar. Allah'ni ulug'langlar. Allah'ның ne kadar ulug'ligini his qilinglar. O'zingizning ne kadar ojizligini his qilinglar. Bugun biz o'zimizdan qanchalik ojizlik his qilmoqda. Bugungi raislar, bugungi atom kuchiga ega davlatlar, bugungi har turli ayrıpranlarga ega bo'lgan davlatlar kichik bir virusning oldida eng bichoralar chiqqan. Allah'ның ulug'ligini his qilinglar. Sadaqa beringlar. Ojizlarning holidan xabar olish orqali Allah'ның rahmetini tilanglar. Demek, sadqa xayri ihsan orqali her türlü balay musibetinin kelişinin aldığını ağını bulur. Hem de hem yana gam endişelerge o'xshash qalbiy kasallarni saqayt qilib bo'ladi. Shuning uchun Alloh samimiy iymoni va har bir musulmon bir xayri ihson qilib olsa, xushallik his qiladi. Uning qalbi yayraydi. Men bir ehtiyoji bor odamning hojatidan chiqdim deydi. Men bir boshqalarga yordam qila oladigan bir savobli ishni qilib oldim deb xursandlik his qiladi. Bu Alloh bergan bir ne'mat. Çünkü bugün kunlikda qarindoshlar yetim yesirlar, qiyinchilik borlar, hammadan burun ota-onasidan ayrilib qolgan, ya qaraydigan odami yo'q ayrilib qolgan millatninki kelgusi bo'lgan o'quvchilarning holidan xabar olishinglar bu iymoniy ve milli mecburiyetim. Mening nimkorim deyolmaymiz. Çünkü dinimizden buyruk. Zakatını beriş bilen bu mesuliyet tügümeydi. Zakatın başkım yani ihtiyaç düşken vaxtıda xərcləydiğən buyruk dinimizde var. Ve fi amvalim haqqun ma'lum lis-sa'il vel mahrum. Baylarının mal mülkleri, muhtajlarının, qiyinchilik va odamlarning haqqi bor. Bu mas'uliyatni unutib qolmaydi. Alloh bergan ne'matni joyiga ishlatib, uning haqqini ado qilib, savobni taqimni ko'p elishga tirishaydi. 8-ci oxirgi islomni o'tirib qo'ygan chorasi, ma'naviy choralari psixiki sog'liqqa ahamiyat berish. Vabo kasallik yuz bergan vaqtida psixik sog'lomligini qo'g'dashga ahamiyat berish bu muhim. İslam psixik sog'lomlikka ahamiyat bergan. Bu bir asrning ziyonidan paydo bo'lgan bir fan emas, yoki ish emas. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ko'ngilning xotirjamligi Allohning zikri etish bilan bo'ladi. İtaat bilan ibodat bilan bo'ladi. Allah bağlanış bilan bo'ladi. Allah bilan munosabatni yaxshilash bilan odamning ko'ngli tinidir. Chunki musulmonning e'tiqodida ajal belgilaylik qo'rqish yo'q. İnsanning rizqi belgilaylik ansirash yo'q. Rizqmi insonni ajal qo'g'laganda qo'g'lab tur. Faqat bizning talab qilgan sabab chorasini qilish. İslam psixik sog'lomlikka ahamiyat bergan. Çünkü psixika bilan insonning bedeni kuchli bo'lish yoki ojiz bo'lish, saq bo'lish yoki kasal bo'lish, yoki normal bo'lish yoki normalsiz bo'lishda bir-biriga ta'sir ko'rsatadi, ta'sir ko'rsatadi. İnsanning psixikasi buzilgan vaqtida bedeni qancha kuchli bo'lsa-mu ojizlashga boshlaydi. Shunga bu psixik sog'lomlikka intayin muhim. Bo'lib bugunga o'xshash bir endişe, ensirash, qo'rqinch besvagan bu zamanda psixik sog'lomlikni kuchlantirish bu hammadan muhim. Psixik sog'lomlikni qanday qo'g'daymiz? Yoki buni qanday kuchlantiramiz? Buning chorasi nima? Yuqori deganimizdek Allohning ism sifatlariga samimiy ishongan. Allah'ın isim sıfatlarına samimi işengen. Allah ile münasebetine yaxşılagan.
ibadetlerden huzur alıdığan, Kur'an-ı Kerim bilen boğan alakasını koyuqlaştırgan, qiyinchilik kelib qolsa Allohning buyrug'i ekan deb sabr qilgan, sabr qilib umidini yo'qotmagan, hamda qarindosh, iymoniy qarindoshlar bilan chiqishib o'tadigan bu odamlar psixik sog'lomligini qo'g'dab qoladi. Yoki bu xil sifatga odamlarningki psixikasi oson buzilmaydi. Shunga musulmonlar Qur'onga bog'lanish orqali Qur'on ruhi bilan psixikasini kuchaytirishi, qilgan ibodatlarni samimiy qilish orqali buningdan energiya qachilab o'zining psixikasini kuchlantirishi, qarindoshlar bilan bo'lgan iymoniy qarindoshligidan foydalanishi ve o'zining bu dunyo kelishdan iborat yuksak g'oya maqsadlari ve nishonlari bilan doim o'zining psixikasini jonlantirib turishga muhtoj. Xulosalgan vaqtimizda islom dinimiz bu 8 turlik nuqta bilan yuqumli kasallarni yo'qotish yoki uni hal qilish to'g'risidagi ko'rsatmalarni yuqoridek mushundoq bayon qilgan. Mana bu bugun biz to'xtalgan temaninki nuqtalari ve meselelerden ibaret. Allah'ın meyleninki hatırcamlık, amallık, köngül hatırcamlıki ata qilsin. Bu musibetten bizni salamet qutulg'ili nisib qilsin. Ahırda alemlerin perverdigarı olan Cenab-ı Allah'a hem sanalı olsun.